Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan organika mavzusi bo'yicha gaplashamiz. Organika deganda o'sha hammangiz biladigan quvurlarimizdagi chiqindilar va qo'llarimizdagi tagidagi cho'kindilar o'sha narsalar kiradi. O'sha boshida aytib o'tganimizdek, Algatek kompaniyasining split mahsulotini qo'llarimizda balchiqni tozalash va uni chiritish maqsadida ishlatadigan mahsulotimizni zavodimizning oldidagi kanalizatsiya quvurlarida sinab ko'rdik. Chunki bu yerga zavodga qurilishga kelgan vaqtimiz, qurilishni boshlagan paytimizda bu yerda juda o'tkir hidli, badbo'y hid kelardi va o'sha hidni yo'qotish maqsadida o'sha split mahsulotimizni shu quvurlarga to'kib ko'rdik va bu narsani hozir sizlar uchun xolis bo'lgan insonlarimizdan, qo'ni qo'shnilarimizdan so'rab, to'liqroq ma'lumotni sizga berib o'tishga harakat qilamiz. Qo'shnimizni yo'llariga kelyapmiz hozir. Qaror olasizmi aka? Assalomu alaykum. Qormi yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Tanigan bo'lsangiz, Anvar akaning jiyanlari bo'laman. Bir masala bo'yicha oldingizga keldim. Zavodimizni qurilishni boshlaganimizda men chetroqqa o'tib, tanishtirib o'tamiz. Zavodimiz yonida kanalizatsiya quvurlari mavjud ekan, 4 ta 5 ta. Shu quvurlarimizdan kelganimizda adashmasam juda bir badbo'y hid sezilgan edi bizga. Shunaqa hidimiz bormidi? U rostdan bor edi, shuni chiqib turardi. Ayniqsa naridan chiqib turardi. O'sha Anvar aka kelib o'zlariga bakteriya degan split mahsulotimizni to'kib berganimizdan keyin qanaqa o'zgarish bo'ldi? O'sha narsa haqida bir qisqacha aytsangiz, xolis inson bo'lib, ishonmagan obunachilarimiz bo'lishi mumkin. Yoki u narsani hali ko'rib ulgurmagan insonlarimiz bo'lishi mumkin. O'sha insonlar uchun qisqacha lokatsiyamiz bo'yicha va o'sha narsadan qanaqa foyda bo'lgani haqida qisqacha ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Shu Anvar aka o'zlari kelib, o'zim oldimda, ko'zim oldida to'kib berdilar. Shu o'zim guvoh bo'ldim. Shu realniy mahsulot, realniy hidini olib beradi. Nafaqat hidini, balkim o'sha yig'ilib turgan suvni ozgincha miqdorda cho'ktirib ham beradi mahsulot. Uni effekti ham ancha-muncha saqlanib turadi. Sizdan boshqa yana bir xolis insonimizdan bu kimdandir ma'lumot olsa bo'ladimi? Ha, mana yonimizda qo'shnim bor, o'shadan asosida. O'sha yoqqa bitta olib borsangiz, yo'lmasam shu insondan ham bitta ma'lumot olsa yaxshi bo'lardi. Yo'lmasam shu insonimizmi? O'zingizda taqillatib chaqirsangiz, yo'lmasam bir suhbatlarni olardik bilamiz. Assalomu alaykum. Qormi, yaxshimisiz? Sizomisiz? Biza mana zavod qurayotgan Anvar akani jiyanlari bo'laman. Bir masala bo'yicha keldik oldingizga. Bu insonimizdan, xolis insonimizdan bir ma'lumot oldik. Zavodimizni qurishni boshlash jarayonimizda yoningizda kanalizatsiya quvurlari bor ekan, 4-5 ta. O'sha joylardan kelgan vaqtimiz adashmasam, endi meniki yolg'on fikr bo'lib qolmasin deb sizdan so'ragani keldim. Badbo'y hid kelardi. Oldin kelardi. O'sha joyga bizani Algatek split mahsulotimizni Anvar aka to'kib bergan ekanlar. O'shandan keyingi bo'lgan o'zgarish haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, bu akamlar bilan obunachilarimiz uchun ancha ishonchli bo'lardi deb bilaman. Bu ananasani sepkalaridan boshlab suv tortildi, hidi yo'qoldi. O'sha narsani ko'rsatib bera olasizmi? Ha, ko'rsatib bera olaymi? Suv menimcha bizaniki. Ha, bizaniki. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, suv oldin qaysi joyda bo'lgan, hozirgi holati. Bundan keyingi holati. Ancha cho'kkan ham suv. Ko'rayotgan 1,5 metr balandlikda bo'lgan ekan, hozirgi holatidan. 1,5 metr balandlik yo'qolgan, suv yo'qolgan, keyin mana hidini sezyapsizmi? Yo'q, hozir unaqa hid ham yo'qda. Oldin menimcha buni tepasida turib bo'lmagan hididan, hidi o'ta kuchli bo'lgan. Endi hidi bo'lgan, o'ta kuchli bo'lgan. Aslida uni usti yopilardi. Hozir ustini ham yopmayapmiz. Ochiq holatda turibdi. Ochiq holatda turibdi. Endi sal bo'lsa ham ko'tarilib ketsin deb. Hozir mana yaqinroq kelsangiz, hidi yo'q o'zi. Akam, sizlarga rahmat, kattakon. Sizlarga rahmat. Charchamanglar. Yana u kimgadir bizning mahsulotimiz kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, menimcha tavsiya qilasizlar degan umidamiz. Tavsiya qilamiz. Endi yolg'on bo'lmasin, bizga yomonlik ko'rmadi. Demak, bu mahsulotni qiziqib, ko'rib, bilib
ishonmagan insonlarimiz uchun bitta lokatsiyasini bersangiz, sizlardan kelib bemalol so'rashsa, ma'lumot bera olasizlar, to'g'rimi? Bemalol. Rahmat, sog' bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Charchamanglar.